Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan insoniyatning eng uzoqqa yetib borgan elchisi Voyager haqida. 1977-yilda NASA tomonidan uchirilgan Voyager 1 va Voyager 2 kosmik apparatlari insoniyat tarixidagi eng buyuk ilmiy loyihalardan biri hisoblanadi. Ularning asosiy vazifasi Quyosh tizimidagi yirik sayyoralarni o'rganish edi. Biroq Voyager missiyasi kutilganidan ham ancha uzoqqa bordi. Voyager nimani o'rgandi? Voyager apparatlari Yupiter, Saturn, Uran va Neptun haqidagi ilk aniq ma'lumotlarni Yerga uzatdi. Aynan shu apparatlar yordamida bu sayyoralarning halqalari, yo'ldoshlari va kuchli magnit paydolari kashf etildi. Oltin plastinka, insoniyat xabari. Har bir Voyager apparatiga maxsus oltin disk joylashtirilgan. Unda Yer sayyorasi, insoniyat, turli tillardagi salomlar, tabiat tovushlari va musiqa namunalar mavjud. Bu disk begona sivilizatsiyaga mo'ljallangan insoniyat xabari hisoblanadi. Voyager 1 inson yaratgan buyumlar ichida Quyosh tizimidan chiqib ketgan birinchi apparat bo'ldi. U hozir ham koinotning chuqur hududlarida harakatlanmoqda va vaqti bilan Yerga signal yuborib turadi. Voyager bu shunchaki kosmik apparat emas. U insonning bilimga bo'lgan chanqoqligi, koinotni anglash istagi va kelajak avlodlarga qoldirilgan buyuk merosdir.